Benim mashinamda hozir tumanka yonib turibdi. Endi sarf etib oldik. Tumanka qiziqtirmadi, tumanka bu. Benim mashinamda tumanka yonib turibdi, hozir menga shtraf yozib berdilar, GAI xodimlari. Meni qangizni bitta nima qilib olay? Mening mashinamga tegmang, mening shaxsiy mulkim. Mening shaxsiy mulkim bu. Tegmaysiz. Oqiga qo'ying. Meni shaxsiy mulkimga tegmaysiz. Oq kela turdik hozir. Men bilmayman, mana sariq yonib turibdimi? Sariq yonib turibdi. Bo'ldi. Bu tumanni-da, bu o'zgaradi. O'zgaradi? Ha. Nimaga shunga o'zgardi? Sariqga qo'yolmadingiz, oqiga qo'yib oldingiz? Bu o'zi o'zgaradi, avtomatik bu o'zgaradi. Qanday avtomatik o'zgaradi? Men bilmayman qanaqa. Mana davlat chiqargan. O'chirib boqaman hozir. Hozir o'chirib boqaman. O'chirib boqaman. Meni mashinamga tegmang, shaxsiy mulkim bu. O'chirib boqing. Men shaxsiy mulkimdan qochib boqing aka. Bo'ldi. O'chirib boqing. Komandir, menga shtraf yozdingizmi? O'chirib boqing o'zi. Yo'q, komandir, menga shtraf yozdingizmi? O'chirib boqing. Menga shtraf yozdingizmi? Aka qo'yib olmayman sizda. Siz oqilib lampa qo'yib olgansiz. Mumkin emas, taqiqlovchi shartlar o'qitib bedimmi, yuqoriga qo'yilasiz. Qo'l qo'ydimmi? Qo'l qo'ydimmi? Bedimmi? Mashinani jarimadoniga qo'yaman. Bo'ldi. Bo'ldi, komandir, men shtrafimni to'lab bo'ldim. Keling. Menga ruxsat, komandir. Shtraf hali yoz bo'lganmi? Sizga mana turibdi. Komandir, tasdiqlagan yo'q hali. Men qo'l qo'yib bo'ldim bu shtrafni. Men hali tasdiqlaganim yo'q hali. Men qo'l qo'yib bo'ldim bu shtrafni. Komandir, o'zgartiring aka. Men sizga o'zgartiring uni. Bo'ldi, menga ruxsat berib ketdim men. Qo'yaman aka, qattiq urs. Ya komandir, men shaxsiy mulkimga tegmang siz. Bu o'zi davlat chiqarganda, men chiqarmaganman bu narsani. Shunday keling, davlat chiqargani boshqacha bo'ladi. Davlat chiqargan. Mana endi oling syomkaga oqtirib. Hop, mana oq. Ha, ana endi oq. Endi haqiqatga o'zgaradigan narsa. Ha, haqiqat. Nimaga sariqga qo'yib olmadingiz? Men qaydan bilaman bu o'zgarib qoladi. Mumkin emasini o'qib bedimmi? Oq mumkin emasini. Mumkin bo'lmaydi-da. Shtrafi yozdilar, men qo'l qo'ydim shtraf. Men ko'z qildim xolos. Bak sariqga o'q olib turib, meni sariq yonadi deyaptilar. Mana o'q yonganini ham olib. Sariq yonadi, ham sizga o'sha aytdim, o'zgaradigan bu dedi. Nimaga sotadigan bo'lsam, shtraf shart yozdim. Men to'layman. Yozaman. Qoidalar bo'yicha agarda transport vositasi hozirgacha zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, mazkur transport vositalariga faqatgina konstruksiyasi nazarda tutilgan chiroqlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Ya'ni agarda masalan lampalar kuyib qolsa, aynan ushbu turdagi lampalarni yana o'rnatish kerak. Agarda zavod tomonidan ishlab chiqarilishi to'xtatilgan bo'lsa, mazkur transport vositalariga boshqa turdagi chiroqlarni, yoritgichlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Faqatgina o'rnatganda ham belgilangan tartibga rioya etish kerak. Ya'ni o'rnatilgan chiroq hamda nur sochuvchi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Nur sochuvchi albatta o'rnatilishi kerak. Ya'ni chiroqdan chiqayotgan nurni nur sochuvchi belgilangan me'yorlarda tarqatilishini ta'minlaydi. Gentra Cobalt'li haligacha ishlab chiqariladi. Bular qo'yishi mumkin emasmi shunda? Gentra Cobalt kabi transport vositalari hozirgacha ishlab chiqarilayotganligi sababli agarda lampasi kuyib qoladigan bo'lsa, aynan ushbu konstruksiyasidan nazarda tutilgan lampalardan foydalanish kerak. Boshqa turdagi yoritgichlarni o'rnatishi taqiqlanadi.